Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Enfal'ın 17. suresi. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Yani bu ayetning ma'nosi: ey musulmonlar, Badr kunida ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'z kuchinglar bilan o'ltirguninglar yo'q. Balki amalda ularni sizlarga yordam berib, ularning dillarida qo'rqinish paydo qilish bilan Alloh o'ltirdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, bir qism to'pini mushriklar otqaningda sen otmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi. Allohning bunday qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlarni iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi. Allah haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir, niyatlarini va ahvollarini bilib turg'uchidir. Tafsirshunos alim tabiin Mujohid rahmahullah ularni, ya'ni mushriklarni sizlar o'ltirmadinglar, ularni amaliyotda Allah o'ltadi degan shu oyatning nozil bo'lish sababi haqida mundaq degan. Musulmonlarning ba'zilari men paloni mushrikni o'ltadim desa, yana ba'zilari men paloni mushrikni o'ltadim deb deyish kultida Alloh subhanahu va taolo shu oyatni nozil qildi. Ularni kafirlarni, mushriklarni sizlar o'ltamadinglar Badr kunida, lekin ularni Alloh o'ltadi degan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ato qilgan ilgirki oyatlar tilg'ib o'tgan in'omlar bor, yordamlar bor. Ya'ni kafirlarning qalbiga qo'rqinish tashlash va Payg'ambar alayhissalomning va mu'minlarning duosini ijobat qilish, mu'minlarga yomg'ir yog'dirib berish orqali ularni tahoratsizlikdan va junublikdan poklash, qadamlarini sobit qadam qilish va orqa tushadigan ming farishta bilan yordam berish, farishtalarning ularning yeni turiblar bilan birga jangga qatnashishi va farishtalarning mu'minlarning qalbini sobit qilishi qatorliq in'omlari, yordamlari bilan Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga yordam berganligi uchun ular kafirlarni o'ldirib, asir elib, g'alaba qilgan. Ya'ni bu nusrat g'alabiningki sababi Alloh subhanahu va taolo qaytidi. Alloh yordam berganligi uchun ularni o'ldiralgan, asir ololgan va jangda g'alaba qilgan. Va ma ramayta iz ramayta valakinnalloha rama. Sen ayni vaqtda bir siqim to'pini otgan vaqtingda uni sen otmading, amaliyotda Alloh otdi degan bu oyatga kelsak, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu shunday deydi. Badr kunida Payg'ambar alayhissalom qo'lini ko'tarib turib, "Ey Alloh, agar bu bir turkum kishilar musulmonlar halok bo'lib ketsa, sen buningdan zaminda ibodat qilinmaysa, ya'ni zaminda sen ibodat qiladigan musulmon qolmaydi" deganmanda shu duoni qildida, Jibril alayhissalom Payg'ambar alayhissalom vahiy qilib, bir siqim to'pi elib mushriklarga otqin dedi. Payg'ambar alayhissalom bir siqim to'pi elib, ba'zi rivoyatlarda ushaq tosh deb kelgan shexil tosh, qum aralash, to'p aralash shexil toshni elib mushriklarga qartib otgan. Mushriklarningki ko'zlariga, yuzlariga, burunlarga, og'izlariga tekkan. Shuning bilan mushriklar kaynik burilgancha qechishga boshlagan. Mushadan mushriklarning mag'lubiyati boshlangan. Ya'ni ular har tarafga chechilib, kaynik burilib qochgan. Shu vaqtda mushriklarga shu toshni tekkizguni Allah Taolodir. Allah Taolo shu toshlarni mushriklarga tekkizdi, ularning qalbiga qo'rqinish soldi. Shuning bilan ular har tarafga chechilib, mag'lubiyatga yuzlandi. Valiyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Alloh taoloning bunday qilishi mu'minlarni sinash uchun, sinash orqali ularga mukofotlarni berish uchun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aslida jihadni musulmonlarga farz qilmasa-mu, kafirlarni o'zi kun fayakun bo'l degan bir og'iz so'zi bilan vayron qilishga, halok qilishga qodir. Lekin Alloh taolo nima uchun jihadni musulmonlarga, mu'minlarga farz qildi? Chunki Alloh taolo mu'minlardan iymonda rostchil kishilar bilan iymonda yolg'onchi kishilarni ayirish uchun, iymonda rostchil kishilarni jihad orqali mayli shahid bo'lsin yoki g'ozi bo'lsin, ularning darajasini yuqori ko'tarish uchun oxiratda texnik ko'p ajr savobga erishtirish uchun mu'minlarga jihad ibodatini farz qildi. Innalloha sami'un alim. Haqiqatan Alloh taolo nihoyat bak anglag'uchidir, nihoyat bak bilimlikdir, bilgichidir, hamma bilgichidir. Alloh subhanahu va taolo bandalarning yoshirin pichirlashgan gaplarini yoki oshkora gaplarini, duolarini, ish-harakatlarini yoshirin oshkora qilgan barliq amallarni bilgichidir, niyatlarini bilgichidir. Allah subhanahu wa taolo o'zining hikmati va irodasiga asosan ma'lum bir hikmatlar bilan
Bandalarga har xil taqdir qismatlarni ato qiladi va Alloh subhanahu va taolo bandalarning niyatlariga asosan ularga savob mukofot beradi yoki jazolaydi. Zalikum va annalloha muhinu kaydil kafirin. Bular, ya'ni biz yuqortilib o'tgan Badr g'azotida mu'minlarga g'alaba nusrat ato qilinishi. Bu Allohning mu'minlarga bergan in'omidir. Allah kafirlarning hiylesini cho'qim mag'lub qilg'ichidir. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين. أمد الله سبحانه وتعالى كافرلارغا خطاب قلب مندق dedi. Ey kuffarlar jamoasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yonsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shninglar ko'p bo'lgan taqdirdimi, u sizlardan hech narsani dab qilib bera olmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birlidir. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo kofirlarga xitob qilib, agar sizlar g'alaba nusrat tilasanglar, g'alaba nusrat sizlarga keldi degani, sizlarning ziyninglarga keldi, sizlarga qarshi mu'minlarga g'alaba keldi demoqchi. Sizlarga kelgan g'alaba u mag'lubiyatdan iborat. Bu bir balog'atlik uslub, ya'ni masxir qilishga o'xshash. Bu oyatning nozil bo'lishi sababi haqida Imom Tabariy rahimahulloh shunday degan: Abu Jahl Badr kuni: "Ey Alloh, qaysimiz bek fojir bo'lsak, gunohkor bo'lsak, sizlar rahmni eng uzguchi bo'lsak, shuni halok qilgin" deb duo qildi. Shundan bilan Alloh taolo sizlar g'alaba nusratni talab qilsanglar, sizlarga g'alaba keldi degan shu oyatni nozil qildi. Abu Jahl g'alaba nusrat talab qilgan edi. Va in tantahu fa huwa khayrul lakum. Agar sizlar yonsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Ya'ni, ey Qurayshliklar, Quraysh mushriklari, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan urush qilish, uni dushman tutishdan iborat shu ishinglardan va Allohning payg'ambari kofir bo'lishdan iborat bu kufringlardan yonsanglar, bu sizlar uchun dunyo va oxiratda yaxshidir. Agar sizlar yana qaytsanglar, ya'ni payg'ambar alayhissalom bilan qayta urush qilsanglar, bu chaqda bizmi yana uningga qaytadan yordam beramiz. Walan tughniya ankum fi'atukum shay'aw walaw kasurat. Sizlarning guruhinglar, qo'shninglar, ya'ni qancha ko'p bo'lsa-mu, bu sizlarga hech nimani foyda bermaydi, asqatmaydi. Sizlar tayangan bu mushriklar jamoasi, bu mushriklar qo'shuni sizlarni dunyo azobidan va oxirat azobidan qutqizolmaydi, dafi qilolmaydi. Soninglar, yordamchinglar, qo'shuninglar har qancha ko'p bo'lib ketsin-mu, Alloh subhanahu va taolo mu'minlar bilan birlidir. Ya'ni mu'minlarga nusrat ato qilish, yordam berish, kuchlantirish bilan mu'minlar bilan birlidir. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va rasulahu va la tawallaw anhu va antum tasma'un. Ey mu'minlar, Allohga va Allohning payg'ambariga itoat qilinglar, uningdan sizlar anglab turib yuz o'rmanglar. Ya'ni sizlar davomli Alloh taologa itoat qilinglar, payg'ambar alayhissalomga davomli itoat qilinglar. Shunday qilsanglar, Badr kunida erishgan shu izzat, shu g'alaba sizlar uchun davomlashidi. Davomli g'alaba nusrat va izzatga erishsizlar xuddi Badr kunida erishgandek. Sizlar anglab turib yuz o'rmanglar. Ya'ni sizlar Qur'on va vaz-nasihatlarni anglab turib, undan yuz o'rmanglar. Qur'on kelgan buyruqlarga xiloflik qilish, amal qilmaslik, payg'ambar alayhisolamning buyruqlariga amal qilmaslik bilan yuz o'rmanglar. Va la takunu kallazina qalu sami'na va hum la yasma'un. Sizlar ular anglamay turib biz angladik degan kofirlarga o'xshash bo'lmanglar. Ya'ni bu kofirlar quloqlari bilan vaz-nasihat va Qur'on oyatlarini anglasimi, qalblari bilan anglamaydi ular. Ularning anglashi xuddi hayvonotlarning anglashiga o'xshash. Anglag'ini bilan anglamag'inining hech farqi yo'q. Xuddi anglamagandeklar, chunki ular qalbi bilan anglamadi. Uni tushunib beqishni, vaz-nasihat elishni, o'ylanib beqishni, ko'ngil qo'yib bir anglab beqishni ular niyat qilmadi. Shuning uchun ularning anglashi anglamag'iniga o'xshash, mushundaq kofirlarga o'xshash bo'lmanglar.
İnne şerred devabi indallahi summul bukmul lezine la yaqilun. Allah'ın nazarında hayvanatlarınki eng nachiri, eng yomini aql ishlatmaydigan, aql qilmaydigan, tushunmaydigan, fikr qilmaydigan gaz, gacha bunday hayvandır. Yani bu zemin üstüde hareket qiladigan mahluqotlarning eng yomini, insonlarning eng yomini, hatta hayvonotlarning eng yomini gaz, gacha. Yani haqiqatni anglamaydigan, qalbidan anglamaydigan va yana haqiqatni so'zlamay gacha bo'lib oldigan, aql ishlatmaydigan, aqlini yo'qotgan, yaxshi bilan yomonni ayriyamaydigan mushundaq kishilardir deydi. Bu ayet Banu Abduddar qavmidan bir turkum kishilar haqida nozil bo'lgan bo'lib, o'z vaqtida ular biz Muhammad ep kelgan bu dindin gaz va gacha, ya'ni biz bu haqiqatni Muhammad ep kelgan bu vahiyni, bu Qur'onni, bu dinni anglamaymiz va so'zlamaymiz degan va payg'ambar alayhissalomga qarshi Abu Jahl bilan birga jangga atlangan. Shuning bilan ular haqida bu oyat nozil bo'lgan. Allah Taala bu oyatda kofirlarni va mushriklarni eshak va cho'shqidimi nachar maxluqlardir deb ayblayotdi. Chunki ular o'zlarininki sezgi a'zolaridan, quloqlaridan, ko'zlaridan, og'izlaridan foydalanmadi. Valav alimallohu fihim khayran la asma'ahum. Agar Allah Taala ularda yaxshilik borligini bilgan bo'lsa, ular anglatdi. Ular yaxshilik bo'lmaganligi uchun Allah Taala anglatmadi. Ya'ni tushunib turib, tafakkur qilib turib anglatmadi. Valav asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Allah ularga anglatgan taqdirdimi, ya'ni haqiqatni anglatgan taqdirdimi, ular haqdan albat yuz o'rgan holda bosh tortadi. Allah Taala ular yaxshilik yo'q ekanligini bildi, shuni anglatmadi. Agar farzan Allah Taala ularga anglatgan taqdirdim ham, ya'ni ular shu dinning yaxshi ekanligini, vahiydagi narsalarning yaxshi ekanligini tushunib turib anglagan taqdirdim ham, ular yuz o'riydi uningdan bosh tortadi. Yoki takabburlik qilib, yoki ota-bobomizning dinidan yonmaymiz deb mutassiblik qilib, ular dinga kirmaydi, uni qabul qilmaydi deydi. Yani Peygamber Aleyhisselam'a Allah Subhanahu wa Taala təsəlli beriyotidi. Sen kafirlarning iman etməyinidən sen ko'ngling yerim qilib ketmagin. Ular yaxshilik bo'lmaganligi uchun ular haqiqatni qabul qilmaydi va yuz o'rgan holda bosh tortadi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.